Injil xushxabarini rad qilganlari sababli yahudiylar sizlarning manfaatingiz uchun Xudoga dushman bo'lib qoldilar. Lekin Xudo ularni tanlagani sababli ota-bobolari xotiri uchun ularni aziz deb biladi, chunki Xudoning in'omlari va da'vati o'zgarmasdir. Sizlar bir vaqtlar Xudoga itoatsiz bo'lib, lekin endi yahudiylarning itoatsizligi tufayli marhamatga noil bo'ldingizlar. Shunga o'xshab, endi yahudiylar ham sizga ko'rsatilgan marhamat tufayli itoatsiz bo'ldilar, toki ular ham endi marhamatga noil bo'lsinlar. Chunki Xudo hammaga marhamat ko'rsata olishi uchun hammani itoatsizlikka giriftor qildi. Oh, Xudoning saxovat va hikmati hamda bilimining chuqurligini qarang. Uning hukmlariga kimning aqli yetar, yo'llarini kim tekshirib chiqar ekan? Xudoning aqlini kim bilgan ekan? Uning maslahatchisi kim bo'lgan ekan? Kim Xudoga bir narsa bermishki, Xudo unga qaytarib bersin? Butun borliq undan chiqib u orqali bordir va unga qaratilgandir. Unga abadiy shon sharaflar bo'lsin. Amin.